30 necha yillik qisqagina hayotimda garchi tilga og'idek olamshumul ishlarni qilamagan bo'lsam-mu, kishilik hayot, odamiylik haqidagi to'xtovsiz tafakkurlarimning turtqisida erlik majburiyatimni, otaliq mas'uliyatimni joyida ado qilib, kasbiy qobiliyat va axloqni o'zimga hamroh qilib, meni hurmatlaydigan, meni qo'llaydigan va menga texnik zo'r umidlar bilan qaraydigan, talaydigan qora ko'zlarning umidini yerda qo'ymay, halol, mardona yashayapman. Her gündeki o'xshashlar tekrar yangilanib turadigan millionlagan nima uchunlar ichidan javob izlayotgan men bugun yana bir yuraklarni larzaga solg'idek ahvolga duch keldim. Balkim mushu telefonni qabul qilishimning o'zila menga berilgan bir fursat yoki sinaqdir. Ben onu ko'rish uchun xizmatlarimni oldin o'rinlashtirib qo'yib, u davolanayotgan doktorxonaga hammasining yo'l boshlashi bilan nihoyat tezlik yetib bordim. Yo'l bo'yi u to'g'riliq to'xtamay paranglashdik. Ham u to'g'riliq ozroq kuchurga ega bo'ldim. Uni ko'rish uchun shuncha tez mangsam-mu, qadamlarim ovmayotgandek tuyulatdi. Balalağılı xas samimiylik ve azırak iltica nurları pilildab turgan çıraylık közleri bilen uçraştı. Titreşke başlagan yürüküm ve çanaklarımdan teşip çıkaydigen yaşlarımni onundan nahayt təsdi yüşürüp aldım. Məsul doktor bilen ayrım körüşüp ahvalını bilgendin keyin özümni tutup ilişqa hakikaten acizlik kıldı. Bu xabarni anlab turibli qoldi. O texi bugun amdil 7 yoshga kiradi o. Bu vaqtda kallamga kelgan tunji xiyol pul bilan hal qilg'il bo'lmaydigan, qutqizg'il bo'lmaydigan ishlar oldida insonning naqadar ojiz ekanligi bo'ldi. Rostil uning uchun bir ish qilib bergim bor edi. Muqaddas kitaplarımızda yaxshi niyat, yaxshi söz, başqalarga mehrlik gülümsirashning bu sadiqa va hadiya ekanligi qayd qilingan. Şundak qilib, biz onun kichikkina orzusini bilgandan keyin bir qator planlarni tuzib, tayyorliklarni bitirdik. Har qanday kishining yurakdorini chekidek minutlar yetib kelishga boshladi. Arka insanlarımız bugünümüzde kuşan bir sakın yaptık. Hala el oturaktosun var mı? Yok, vallahi bizden kötü. 啊，叫子麻醉科的叔叔来看一下你的血管，今天不好出血吗？好不好？啊，来看一下你的血管。 Nadir, gayret qilin, biz sizning yiningizda. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, gayret qil. Sen cho'qqim saqayiksa. Nadir, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, gayret qilin. 感谢大家给我们病员拉迪尔带来的生日惊喜，让我们感受到来自乌鲁木齐全社会的满满的关爱和满满的正能量。 Çolpanlarımızdan oğlumuzga bo'lgan tabriklarga ko'p rahmat aytaman. Biz ham o'g'limizning salomatligining tezdan asliga kelishini taqozolik bilan kutamiz. Hamda Nodirniki qo'lduroq salomatlikning asliga kelishini umid qilamiz. Nodir, g'ayrat qil, bizning ishimiz bor. Muhabbet o nima? O miskinlar uchun illiqqina bir tabassum. Muhabbet o nima?
u bepoyon cho'l bayovondagi chanqigan sayyoh uchun bir yutum suv. Nishonida tamtirgan yo'lovchi uchun kompas. Mehr sirg'an mungluq qalblar uchun malham. Yetim sirg'an yegonalar uchun tasalli. Demak, muhabbat shundoq bir narsaki, dunyodagi barliq jonliq va jonsiz shaylar uchun u kam bo'lsa bo'lmaydi. Uningdan ayrilgan dunyoni tasavvur qilish mumkinmi? Dünya, vatan, yurt, shundoqla har bir oila, har bir inson mehr muhabbatga tuyunganda, muhabbat ato qilganda ko'z oldimizda namoyon bo'ladigan, yuragimiz haqiqiy his qiladigan shuncha go'zal bir dunyo.